Assalamualaikum kichik do'stlar. Gollandiya tili va Uyg'ur tili o'rganish salonimizga xush keldinglar. Biz bugun sizlar to'limi yoqtirib yeydigan meva-chevalarning ismlarining Golland tili va Uyg'ur tilidagi atalishini o'rganib o'tamiz. Qani amsa diqqatinglar videomizda bo'lsin. Bosbesen, Iyiq üzümü, aardbei, bölcürgen, abrikoos, örük, ananas, ananas, appel, alma, avocado, avokado, banaan, banan, bramen, qara bölcürgen, bloed sinaasappel, üzümsüman çoğ apelsın, citroen, limon, druiven, üzüm, framboos, malina, granaatappel, anar, kaki, halva bidit, kersen, gilas, kiwi, maymun şaptuli, kokosnoot, kokos, meidoorn, dolana, lies, lici, mango, mango, meloen, koğun, mandarijn, apelsin, moerbei, üzme, witte moerbei, zwarte moerbei, ak üzme, qara üzme, nectarine, toğaç, peer, neşpüt, perzik, şaptul, pruimen, qara örük, kweepeer, bihi, vijgen, encür, watermeloen, tavus, pitaya, wit drakenfruit, ejderha meyvesi. Qani, endi bu meyvelerning ismini deb biqinglarchi, kichik do'stlar. Bu qaysi meyve? Buchu? Bu qaysi meyve? Bu eng oxirgisichu? Shundoq qilib, bugungi meva-chevalarning Uyg'ur tili
Qo'lan tilidagi atalish videomiz mushu yerda oxirlashdi. Kichik do'stlar, sizlar o'rgangan mevalarning ismini opanglarga deb berishni unutib qolmanglar jumi. Ko'rganinglarga rahmat. Keyin qitimliq videomizni ko'rishayli. Aman bo'lg'aysizlar. Xo'sh.